Ayyub alayhissalom bu kishi bilasizlar bemor bo'lganlar, hatto badanlariga qurt tushdi. Shu qurtlar oxiri oqibat tillaridan boshqa butun badanlarini qamrab oldi. Oldilariga yaqinlashishlikning imkoniyati yo'q edi badbo'ylikdan. Oxiri shu tillariga ham qurt tushishlik asnosida turganlarida ular Ayyub alayhissalom duo qiladilar: "Ya Rob, shu tilimga qurt tushmasin. Agar tilimga qurt tushadigan bo'lsa, seni zikr qila olmayman. Senga hamdlar ayta olmayman. Senga tasbihlar ayta olmayman" derdilar. Ayollari kelib: "Siz Allohning elchisi emasmisiz?" E'tibor beraylik birodarlar. Siz Allohning elchisi emasmisiz? Ya'ni payg'ambar emasmisiz? Ha, shunday. Allohdan duo qiling, so'rang, bu baloni ketkazsin, kasalligini ketkazsin. U kishi aytdilar: "Biz farovonlikda, baxt saodatda qancha yashadik? Ha, shuncha bo'ldi. To'qlikda, yaxshilikda yashadik. Bu kasallikka qancha bo'ldi? Ha, shuncha bo'ldi. Modomiki shu hech bo'lmasa yarmigacha yetmagunicha Allohga men nola qila olmayman, duo qila olmayman" dedilar. Ya'ni shuncha berilgan farovon hayotni unutib, bir zumda kasallik yetsa, ishim o'xshamaganligi yetsa, bir pasda fonimni falakka ko'tarishni xohlamayman dedilar. Aslida-ku bir duo bilan hammasi joy-joyiga tushib ketardi. Ayollari uzun sochlarini kestirib, shu sochni sotib bir kosada taom olib kelganlarida Ayyub alayhissalom so'raydilar: "Qayerdan oldingiz buni?" deb. Ha, shunday bo'ldi. U kishi yig'ladilar va duo qildilar: "Ya Rob, o'zing yordam ber. Yordam ber. Ahvolim og'ir. Sendan o'tinaman" dedilar. Alloh subhanahu va taolo o'sha mushkulotlarni, bemorliklarni ko'tardi. Demak azizlar, odamlarning holiga nazar soladigan bo'lsak, hayratlanarli holatlarda guvoh bo'lamizki, qayg'ular, tashvishlar, muammolar, shu hammasi voy mendan ko'ra qiynalgan odam yo'q. Mendan ko'ra hozir dardman bo'lib turgan odam yo'q deb odam faqatgina noshukrlikka qarab ketaveradi. Tagida ulovi bor, lekin gapi ko'p, shikoyati ko'p. Uyda ro'zg'ori bor, shikoyati ko'p. Anonim yo'q, manonim yo'q. Vaholanki odamlar falon joyga boryapti, piston joyga boryapti. Qizil dengiz u Qora dengiziga aylanib yuribdi. Men bo'lsam bitta shu bo'stonliqdagi tog'ga chiqib yuraman. Ha, qarang. Vaholanki qancha odamlar bor. Shikoyatsiz holatda alhamdulillah deb yashayotganlar bor. Demak, banda Robbisiga shukr qilsin, qanoat qilsin, berilgan ne'matlarga qanoat qilish kerak, alhamdulillah deyish kerak bo'ladi.